Assalomu alaykum qadrdonlar, hammalaring yaxshimisizlar? Yaponskiy ulya to'g'risida ham bir ko'rsating degan kommentariyaga hozir shuni video qilmoqchiman. Bu to'g'rida turgan u kunlar kecha kuni ushlagan ro'yim qochoqari qo'shni olmasiga o'tirgan ekan, o'sha olmadan ushlab chiqqanman. Tushyapti, ular ham yaxshi. Mana yaponskiy ulya bu balandligi mana korpuslarni balandligi 12,5-14 santimetrmish. 14 santimetrdan bu tomoniga akoshka qilganman, oynali qilib ko'rib turish uchun arilarni mish qilayotganman. Bu bitta korpus yasagan edim men bitta ariga. Qani, bu yerda kim bor? Bu yerda hech kim yo'q. O'tgan yili yasaganman buni. Iyun oyida bir yasab ko'rib ari solgan edim. Shunaqa bitta ro'ydi. Bo'lmadi. Tez rivoj olmadi. O'shaning uchun buni mayda boshida qo'yganman. Oynak qo'yganman. Mana hozir ko'rinayotgan bo'lsa, u ichkarida bu ramka qo'yilgan. Mana oxirgi ramka chalpagi bilan turibdi. Qolganiga mana in tortib pastga tushyapti bular. Mayda mana o'sha bu ramkaga ham o'tishibdi. Undan keyin pastiga o'sha narigilarda tortib yuborgan deyman-ku. O'sha tortib yuborganini mana o'sha ishlayapti. O'sha tortib yuborgan nimasini inlarda devorlarga nimalarga tortib yuborganlardi. Ramkasiga qo'shib turib tagiga misol mana bu ramka bor. Mana bu tagiga o'shalarni qo'yib bersam, davomiga o'shalar tortib ishni qilishaveradi. Mana bu tepadan uchyapti arilar. Narigisi ramkasiz bu. Bu o'zi mana bitta ekovi, bitta korpus bu. Bu ustma-ust qo'yiladi, baland turadi. Men prosta buni ikkita chiqib qolganda ikkitaga qo'yib qo'ygan edim. Keyinchalik mana paxtaga, sezonda agar buni bironta anoqda arilar yo'qolib qolsa, mana bu bittasidan onasini o'shanga beramanda. Bu ikkovini bitta qilib qo'shib yuboraman. Mana bu yerda o'zini tagi bor. Tagidan mana unda fanerda ichkarida setkasi bor, havo kirib turadi. Tagida aynagi bor, mana aynak. Tagida aynakda surib havoni ochib yopib turish mumkin. Maydan ular uchyapti o'sha, mana birinchi, ikkinchidan chiqishyapti. 3 ta bunda ham. Bu ramka qo'ymaganman, bu shaqaqanez yaponskiy ulya bo'lib ishlash kerak. Mana qadrdonlar. Bu aynak bunaqa bo'lyapti. Men ko'ryapsizlarmi? Arilar o'zi bitta chalpak qo'yilmagan. O'zi tepadan uyni solib, pastga tushib, to'ldirib uyni solyapti-da. Mana asallarni to'plashyapti, yaltirlab turibdi. Ichkarisida, по-моему, tuxum qo'yilgan bo'lsa kerak. Bu tashqarida, bu tomon ag'it, bu chekka asal ovqat ramka bo'ladi-yu. Tagiga mana krestik qilib cho'pak qo'yganman. Bular o'shaqa tushib, undan yana cho'pak o'sha mana yerdagi massani, bitta korpusdagi massani shu cho'pagimiz ushlab turadi. Ushlab turadi-da, keyin o'sha cho'pak mana bu korpusda ham cho'pagi bor. Bu cho'pak krest qo'yilgan ikkita. Bunga ham in qurib tushib ketadi, bu yerdagi massani o'sha cho'paklar ko'tarib turadi. Erta bu keyin yana pastga tushadi. Mana yerda asal to'ladi, yopadi. Pastga o'tib, tuxum pastga qo'yiladi. Keyin buni ham olib mayaqa tuxum qo'ysa, uy solib, mayda ham asal bo'ladi, bu yerda ham asal bo'ladi. Mana bu joydan leska bilan shunday kesib turib, mana tepadagi korpusni shunday olib, asalni mana shu enini o'zida sotoviko nima miyot deydi. Uyani o'zi bilan turgan asal bo'ladi. Buni kesib medagonda olinmaydi.
Shundaycha tishlab yeysiz buni. Haqiqiy toza asal bo'ladi. Shunga qilingan. Endi bu mayda qo'ydim. Bunga bakfast qo'yaman degandim. Bakfast qo'ydim. Urchib qaytib kesin desam, kelmadi. Keyin kechib qoldi. Karnika qo'ydim. Burli ikkita karnika qo'ydim keyin. Bitta mana uni ustida edi, bu korpusi baland edi. Bitta bakfast qo'ygan edim. Onasi urchib qaytib kelmadi, urchigan chiqib. Keyin ikkita karnika chiqib qoldi, mana tuxumlardan. Shulardan qo'yib qo'ydim. Ikkovi ham urchib keldi, mana tuxum qo'yib ishlayapti. Buni xudo xolasa bu yil kuzgacha bir ishlatsa ko'ramiz. Olsak majbur bir korpus asal olarmiz. Bitta korpusida taxminan shu 15 kilo, 12 kilo, 15 kilo asal yig'iladi. Bu yil nasib qilmasa yana yilga xudo xolasa shuni kesib asallarni olib ko'rsataman. Ko'rasizlar buni ham. Sog' bo'linglar, hammaga omad.